Qanday 60 ta tovuqdan 70 ta tuxum qanday bir yo'q ikkita tuxum qiladigan. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar, sizlar Sohibjon Asror kanaldasiz. Sizlar bilan yana men Sohibjon Asror. Mana bugun Samarqand viloyati Oqdaryo tumaniga kelganmiz. Mana shu yerda mana Umurzoq akamiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lik zo'rmi? Charchamaysizmi? O'zini uyida mana shu uy sharoitida mana shu jo'jalarni oshirib, ko'paytirib xalqqa yetkazib beryapti ekan. Bu nima dedingiz? Qora shahzodami nima? O'zingiz bitta mana shu bizni nima obunachilarga tanishtirib o'tsangiz bo'lardi. Buni ichida aka, Sohibjon aka, ichida Andijon qora bor, qora shahzoda degani bor. Paroda bular. Tuxumga zo'r, tuxumga chempion. Go'shtga ham bo'laveradi. Tuxum asosan bu anavimiz yo'nalishimiz tuxum bo'yicha. Bu tuxum beradigan, zot tuxum beradigan. Go'sht emas, buni nasli shu tuxum beradi degan asosan, ha? Xuddi shunday. Go'shtga ham yaxshi. Go'sht qilsa ham bo'ladi. Go'sht qilsa ham bo'laveradi. Mana shu yerda hozir taxminan nechta jo'ja bor? Hozir taxminan bu yerda 350 tachalar bor. 350 ta jo'ja bor. Mana shu sotishimiz kerak hozir bularni. Ha, bular sotuvga chiqadi. Klientlar kelib turibdi. Endi sizni avvaldan taniyman. Kuzatib boraman sizni anavlaringizni, videolaringizni. Siz anavga chiqdimda, sizga aloqaga chiqdim. Shu qo'yib bering. Mana agar kimga mana shunaqa jo'jalar ko'paytirib, tovuq qilib turib, mana shu tuxumlarini tuxum yetishtiraman degan odamlarga mana shu jo'jalarni kelib turib olib ketsalaringiz bo'ladi. Men ekranda nomerlarini qo'yib qo'yaman Umurzoq akamizni. Keyin Telegramga ham yozaveradi. Agar telefonni ko'tara olmay qolsa, telefonida mana bu nimaga o'taylik qani. Keyin bularning narxlari bilan tanishtirib o'tsangiz, hozir mana shu necha kunlik bo'lgan, puli necha pul bo'ladi bu? Aka, bu hozir данный moment 2 oy 10 kunlik bo'lgan, 2 oy 10 kunlik, ya'ni shunaqa. 70 kunlik ya'ni bo'lgan bu. Shunday 70 kunlik bo'lgan. Yana 3 oylarda xudo xolasa tuxumga kirib ketadi bular. 3 oyda tuxumga kiradi. 3 oyda tuxumga kiradi. Hamma narsasi, vaksinalari bo'lgan. Oxirida yana tuxumga kiradigan jarayonda o'sha paytda bir yana bitta vaksinasi bo'ladi. To'shligidan qilinadi. O'sha vaksinasi qilinsa bo'ldi. Undan keyin umuman kasallikka, hamma narsaga chidamli tovuq. Xullas, sotib oladigan odamga qachon vaksina qilinadi, qanaqa don yeydi, qanaqa suv ichadi, hammasini o'rgatib beraverasiz. Обязательно. Hozirgi kunda buni narxini nech pul dedik endi, shuni nech pul qilib beramiz? Oxiri taqalgan narxini nech pul qilib beramiz mana shu? Taqalgan narxi aka, siz kelganingiz uchun agar siz orqali chiqsa bizlarga 55 dan berib yuboramiz. 55 ming so'mdan bir donasini beramiz. Donasini 55 dan beramiz. Bular keyin tuxumga kirganda har kuni bittadan tuxum beradimi? Kunlikda tuxumni sanab olaveradi. Mana joylarimiz mana, qarang. Oldin mana shu joylarda bu yerda tuxumlar bor edi, tovuqlar bor edi. Mana shu bari bu tarafdagini ham kamerachimizdan bir so'raymiz. Bu tarafda ham hammasida tuxum turardi. Kunlikda kuniga 70 ta 80 ta tuxum olardim. 30 ta 60 ta tovuqdan. 60 ta tovuqdan 70 ta qanday 60 ta tovuqdan 70 ta tuxum qanday bir kunda ikkita tuxum qiladigani bor. Yo'q, uni 100 ta tovuqdan 100 ta tovuqdan 70 ta. 100 ta tovuqdan 60 ta 70 ta bor. Endi 30 tasi kun oshsa ham arada navbati bilan aylanib, ha. Xullas qalan 100 ta tovuqdan 60 ta 70 ta tuxum olsa bo'lar, yaxshi qarasa. Shunday. Demoqchi bo'lganimiz shu. Xullas hozir bu jo'jalarni o'zlarini mana yaqindan bir syomka qilamiz. Sal qarong'iroq vaqt keldik, hozir yomg'irda qoldik biz. Holatlari yaxshi, yeyishlari zo'r. Buni hozir inkubatordan chiqadi, necha kundadir deyapsiz? 5 ta, 5000 ta dedingiz. 5000 talik inkubatorimiz ham bor. Uni qancha kunlik qilib berib sotasiz uni? Uni 10 kunlik qilib beramiz va hamma vaksinalarni qilib beramiz. Birinchi vaksinasi bo'ladi, ikkinchi vaksinasi bo'ladi. Undan keyin bizlar sotuvga chiqaramiz. Agar inkubatordan chiqqan holatda sotayotgan bo'lsak, ular ana qila olmaydi. Birovni qo'liga bersa, ular qaray olmaydi. Qaralmaydi-da. Issiqlikda ishlab turish kerak. Issiqlik, hamma narsa joy-joyida bo'lishi kerak. Xullas, 10 kunlik qilib berganingizdan keyin nech pul bo'ladi u? 15 mingdan bo'ladi. 15 ming so'mdan bir donasini berasiz. Bir donasi. Bo'ldi. Xullas, mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni yana bir eslatib o'taman. Telegramga yozsalaring lokatsiyasini ham tashlab beraveradi. Samarqand viloyati
Oqdaryo tumanida mana shu yerda. Qishloqning nomi nima bu yerda? Bugajil. Bugajir qishlog'i mana shu. Bugajillar. Hozir endi shulay o'tamizda inkubatorni bir ko'rsak bo'ladi. Albatta. Ketdik, inkubatorni bir ko'ramiz. Mana xullas, mana inkubatorning oldiga ham keldik. Mana inkubatorda endi bir tanishtirsangiz, buni ichida nechta tuxum bor, necha kunda ochyapti, yana necha kundan keyin ochib chiqadi. Mana klientlar ko'rib kelishi mumkin-ku. Aha. Aloqaga chiqsa, necha kunda 10 kunlik qilib beraman dedingiz, a? Yana necha kundan keyin chiqishini hisoblasa, o'zi 10 kun o'tish kerak baribir yana. Xullas bu endi hozir necha kundan keyin ochadi bu shunda? Xudo xolasa yana bu partiyamiz 4 kunlarda chiqadi, jo'jasi. 4 kunda chiqadi. Ha, 3-4 kunda chiqadi. Xudo xolasa joylarimiz tayyor, joylarimizga qo'yamiz. Ha, men aytib o'tmoqchi edim, bugun chislomiz 18-may 2026-yil, hafta kuniga dushanba kuni. Agar 18 bo'ladigan bo'lsa, 3-4 kundan keyin ochadi. Grubi 5 kun desak ham hozir bugun 18 bo'lsa, 23-ga nasib bo'lsa ochadi, to'g'rimi? Xudo xolasa. 23-kuniga ochadigan bo'lsa, uzog'i bilan, yana 10 kunda qo'shadigan bo'lsak, keyingi oyda 3lariga siz tayyor qilib beraverasiz. Sotuvga chiqadi. Sotuvga chiqishi mumkin. U 10 kunlik bu sotuvga chiqadi. Uni narxini 15 ming so'm deyapsiz. Ana endi bu inkubatorni ochib ko'rsatsangiz ham bo'ladimi? Ishonarli bo'lishi uchun mana shu. Ha, albatta. Kamera operator yaqinroq olib kelamiz mana. O'zi mumkinmi ochish? Agar mumkin bo'lmasa ochib o'tirmaylik. Mana shu yerda mana qora shahzodami, qora Qora shahzoda bor, Adler. Adler? Adlerskiy tovuqlarimizdan ham, jo'jalarimizdan ham bor bu yerda. Ha, mana. Mana ko'rib turganlaringdek mana tuxum tayyor chiqishga 3-4 kun qoldi deyapti. Uzog'i bilan 5 kunda chiqsa ham plus minus mana shu iyun oyini 5lariga dedikmi, 3lariga 10 kunlik bo'lib nasib bo'lsa tayyor bo'ladi. Shunday. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu Umurzoq ukamiz javob beraveradi. Kimga nechta kerak bo'lsa, siz oldindan nechta kerak bo'lsa zakaz qilib qo'ysa, boshqa birovga sotib bermaysiz. Shunday. Zaklad bersa, Zaklad agar bersa, bermasa, uni olib o'tirishga yo'q. hojati yo'q. Shunday. Xullas oldindan zaklad berasizlarmi, kelib ketasizlarmi? Mana shu jo'jalar chiqishi bilan xohlang mana 10 kunligini oling, 15 mingdan 2 oylik dedikmi unisini? Aha. 2 oylik bo'lgan, 70 kunlik bo'lgan, 70 kunlik bo'lganini 55 ming so'mdan mana beraman deyapti. Xohlang bunisini 10 qarang, xohlang unisini 10 qarang. Hammasi qora shahzoda, ikkinchisi eslab qolmayapti. Adler. Adler degan rossiyskiy tovuqlar. Xullas tuxum beradigan tovuqlar. 100 ta tovuq qilsangiz 60 ta 70 ta kuniga tuxum olasiz deyapti mana. Men o'zim ham uyda tovuq boqaman. Mesni tovuqlar faqat. Haqiqatan o'sha 50 ta bo'lgan vaqtida 30 ta, 25 ta olamiz-da. Shunday. 100 ta vaqtida 50 ta xuddi shu mesni tovuqqa o'xshab, keyin buni xuddi shu o'limga chidamli deb eshitaman. O'limga chidamli. Ha, o'limga chidamli, kasalga chidamli. Kasalga chidamli. Ha. Ha, keyin yana boshda ham aytib o'tdik. Siz qachon perivka qilishingizni boyagi nima, emlashingiz qachon bo'lishigacha yozib beraveradi. Hamma narsani o'rgatib, qanaqa don yeydi, qanaqa suv ichadi, hammasini o'rgatadi. Yashirmaysiz. Yo'q, hammasi o'rgatadi. Hammasi по-честному bo'ladi. Kelaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.